Dünyadaki ikki cho'ng karbon qo'yib beradigan davlat Amerika va Xitoy Glasgow klimat boshliqlar yig'inining bir qismi sifatida klimat o'zgarishiga qarshi turushdagi hamkorlikni tezlatish to'g'risida kelishim tuzganligini e'lon qildi. Amerikaning klimat bosh elchisi John Kerry va Xitoy amaldorlari Xi Jinping chorshanba kuni kechda tuzgan kelishimning xulosasini o'tirg'a qo'ydi. Kelishimga asosan dunyodagi eng cho'ng ko'mir ishlab chiqaruvchi va iste'molchi Xitoy fosil yiqilg'i bo'lgan ko'mirdan boshqa energiya manbasiga o'tish qadamini tezlatishga va'da berdi. Qozog'iston davlat mudofaa ministrligi ilgari Qozog'iston va turk askarlari qatnashgan birlashma manevrining suratlarini ham bahirildi. Ministrlikning ommaviy taratquv hisoblarida e'lon qilingan videoda ikki davlat askarlari birlikda qatnashgan Anadolu 21 va qish qatorliq o'xshamagan manevrlarning ko'rinishlari yer olgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya bosh ministri Angela Merkel Belorussiya bilan Yevropa chegarasi orasidagi ko'chmanlar krizisi, Ukrainaning sharqiy va Qora dengizdagi eng yangi vaziyatni muzokara qildi. Boston kilitliqlar cho'lpini Anas Kanter CNN kanalida Kristian Amanporning maxsus ziyoratini qabul qilganda Xitoy hukumatining Uyg'urlar, Tibetlar va Hongkongliklarga qarshi elib borgan kishilik huquq dafsandichiligini fosh qilish uchun davomli tirishadiganligini aytdi. Yaqinqi oylarda Kanter NBA o'yinlari jarayonida ijtimoiy aloqa to'ri va alohida loyihalangan kiyim-kechak va oyoqlarni ishiltib Xitoyning Uyg'ur, Tibet, Tayvan va Hong Kongga tutgan muomalasini tanqid qildi. Natijada Boston kilitliqlar musobaqasining Xitoyda tarqalishi cheklandi. New York vaqt gazeti sohibxonlik qilgan munbarda Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkendan Xitoyning hujum qilish ehtimoligi bo'lgan ahvolda Amerikaning Tayvanni qo'g'dashga qatnashmaydiganligi so'raldi. Blinken uzundan buyon qiziq nuqta bo'layotgan savolga javob berib mundaq dedi: Agar Xitoy kuch ishlatib Tayvanning hozirgi holatini o'zgarsa, Amerika va uning ittifoqdoshlari harakat qo'llanadi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Türk davlatlari kengashi boshliqlar yig'ini Tashqi ishlar ministrligi yig'inida so'z qilib mundaq dedi: Biz oila majlisimizning nomini Türk davlatlari tashkilotiga o'zgartiramiz. Buning vaqti keldi. Vengriya bosh ministri Viktor Orban 2016 yili 29 sentabr Vengriyadagi bexatarlik qismlari qo'lga tushirgan 101 parcha tarixiy asoratlarni Turkiya prezidenti Erdo'g'onga yetkazdi.